Har bir bola davlatimizning yuksak e'tibor va himoyasida, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oila farzandlarini to'liq himoyaga olish, ular salomatligini tiklash, nazorat qilish va davolash, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondining asosiy vazifalaridan biriga kiradi. Xususan, kechiktirib bo'lmaydigan og'ir turdagi kasalliklarni yurtimiz va xorij klinikalarida o'z vaqtida davolash, zamonaviy tibbiy ko'riklarni tashkil etish, bemor bolajonlarga yordam berish bugun har qachongidan ham dolzarb. Shu maqsadda fond tashabbusi bilan Turkiyaning taniqli shifokorlar guruhi yurtimizga taklif etilib, ko'plab ixtisoslashtirilgan tibbiy ko'riklar va amaliy jarrohlik ishlari o'tkazilishi belgilandi. Fondimiz tashkil qilinganiga 3,5 yil bo'lgan bo'lsa, 3,5 yil ichida 15 mingga yaqin murojaatlar bo'ldi aholidan. Yuqori texnologiyaga ega bo'lgan qiyin jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish bo'yicha ushbu masalada juda ham ko'p fuqarolar bizga murojaat qilishadi, chunki o'zingizga ma'lum, ushbu jarrohlik amaliyotlari qimmat turadi. Ushbu kunga qadar biz 150 mingga yaqin fuqarolarimizni, bemor bolajonlarimizni chet elda davolab kelmoqdamiz va bu Rossiya davlatida, Belorussiya davlatida, Koreya, Ispaniya, Germaniya davlatlari bilan bizning shartnomalarimiz bor va ushbu davlatlarning nufuzli klinikalarida o'sha qiyin bo'lgan jarrohlik amaliyotlarini o'tab kelmoqdalar va o'sha o'tab kelganlaridan so'ng ushbu fuqarolarimiz O'zbekiston Respublikasida reabilitatsiya jarayonlarini o'tab boradilar. Yuqori texnologiyaga ega bo'lgan jarrohlik amaliyotlarini o'zbekistonlik shifokorlar Turkiya shifokorlari bilan birgalikda hozir mahorat darslari orqali o'rganmoqdalar, bir-birlaridan diagnostika uslublarini o'rganmoqdalar va tajriba almashinadilar. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Sog'lom kelajak aksiyasi doirasida Turkiyaning nufuzli tibbiyot klinikalaridan jalb etilgan malakali mutaxassislar Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bo'lib, ehtiyojmand oila farzandlarini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazdilar. Ushbu shifokorlarning O'zbekistonga 4-marotaba kelishi. Bundan bir yil avval ham ular Farg'ona va Toshkent shahridagi klinikalarga tashrif buyurib, birinchi bosqichda bemor bolajonlarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazgan edilar. O'tgan davr mobaynida ularni murakkab amaliyotga tayyorlash ishlari bajarildi va bu jarayon bugun muvaffaqiyatli yakunlandi. E'tiborli jihati, ushbu xayriya aksiyasi jamoat fondi tomonidan to'liq moliyalashtirilib, aholi uchun bepul tarzda amalga oshirilmoqda. Benim 4. kez O'zbekistonga gelişim. Bu O'zbekistonga 4-chi tashrifim. Bu yerda yordamga muhtoj ko'plab bolalarga foydamiz tegmoqda. Kuzatishlarimga ko'ra, bu bolalarning aksariyatida kasalliklar og'ir darajada bo'lib, shoshilinch va jiddiy davolanishga muhtoj. Davlat tomonidan bunday yordam ko'rsatilayotgani va bizning bu yerga olib kelinayotganimiz albatta bolalarning salomatligi uchun katta foyda beradi. Biz ularning hayotini o'zgartira oladigan operatsiyalarni amalga oshiramiz. Shu boisdan bu juda ahamiyatli va ijobiy ta'sirga ega. Qolaversa, kelajakda jamiyatga foydali shaxslar qilish yo'lidagi sa'y-harakatlar deb hisoblayman. Bu safar biz Samarqanddamiz. Bu yerda tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilgan bolalar, kuygan bolalar, avtohalokatga uchragan bolalar bor va biz ularga yordam bera olamiz. Albatta, tibbiyot doimo rivojlanish jarayonida. Inson salomatligi jamiyat taraqqiyotining poydevori. Ayniqsa bolalar salomatligiga qaratilayotgan e'tibor mamlakatning ertangi kelajagini kafolatlaydi. Inson qadri uchun tamoyili asosida amalga oshirilayotgan islohotlar, tibbiy xizmat sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar bugungi kunda o'z samarasini bermoqda. Xususan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlariga beg'araz tibbiy yordam ko'rsatish, xorijiy mutaxassislarni jalb etish orqali zamonaviy va aniq tashxis qo'yish, murakkab jarrohlik amaliyotlarini tashkil etish yo'lga qo'yildi. Bola salomatligi nafaqat ota-ona uchun, balki butun jamiyat uchun ham baxtdir. Bir farzand sog'lom bo'lsa, bir oilada xotirjamlik, bir mahallada shodlik, bir yurtda umid porlaydi. Shuning uchun o'tkazilayotgan tibbiy ko'rik bu shunchaki tekshiruv emas, balki bir farzandning kelajagini saqlab qolish demakdir. Kardeş ülke Özbekistan bu benim 5. gelişim. O'zbekistonga 5-marotaba kelishim. Yana kelasizmi deb so'rashganda har doim ha deb javob beraman. Biz O'zbekistonni ham, uning xalqini ham yaxshi ko'ramiz. Ular o'z ustida ko'p ishlayapti, taraqqiy etmoqda. Agar bizning ham bunga kichik bo'lsa-da hissamiz qo'shilayotgan bo'lsa, bundan faqat baxtiyormiz. Imkon topilgan har bir fursatda O'zbekistonga tashrif buyuramiz. Bu yerga kelishimdan so'ng ayniqsa tibbiyot sohasi, shifokorlar va ularning malakasini ko'rib, fikrim butunlay o'zgardi. Shifokorlar juda tajribali, juda iqtidorli. Ular o'z mamlakatini, sohasini rivojlantirish ustida tinimsiz ishlayapti. Aksariyatining xorij bilan aloqalari mavjud.
Germaniya, AQSh, Turkiya bu davlatlarda tahsil olgan yoki ishlagan mutaxassislar. Ular amalga oshirayotgan jarrohlik amaliyotlarini ham bevosita ko'rdim. Shubhasiz O'zbekistonda juda bilimli va tajribali ustozlar bor. Men har safar bu yerga kelganimda ilgari bilan solishtirganda tibbiyot sohasi ancha rivojlanganini, kasalxona sharoitlari yanada yaxshilanganini ko'ryapman. Kamda kuyish jarohati bor edi. Turkiyadan kelgan mutaxassislar bilan tibbiy ko'rigi bor ekan, shu maqsadda uchrashishga kelgandik. Turkiyaga olib ketib, o'zimiz plastik jarrohlik usuli bilan davolaymiz dedi. Davlatimiz tomonidan yaratilgan fond tomonidan jo'natadigan bo'ldik. Bu agar o'z mablag'imizdan bo'ladigan bo'lsa, katta miqdorda operatsiya xarajati borligini bildik. Keyin shu prezidentimiz tibbiyotga qaratgan e'tiborlar sababli chet davlatdan kelgan mutaxassislar fond tomonidan olib ketib, o'zimiz chet davlatda davolaymiz deb aytishdi. Samarqandda o'tkazilgan tibbiy tekshiruvda nafaqat hudud aholisi, balki qo'shni viloyatlardan ham murojaat qiluvchilar soni ancha ko'p bo'ldi. Diagnostika tekshiruvlari natijasida 212 ta umumiy xirurgiya, 82 ta kardiologiya va 68 ta murakkab plastik xirurgiya yo'nalishida bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularni reabilitatsiya qilish va keyingi bosqichda operatsiyaga tayyorlash uchun saralab olindi. Endilikda turli darajadagi murakkab amaliyotlar may oyining oxirida turk va mahalliy shifokorlar ishtirokida o'tkaziladi. Bu esa o'z navbatida mahalliy shifokorlar uchun mahorat darsi ham hisoblanadi. O'g'ilchamni olib keldim mana, gipospadiyasi bor. Oyda oxirga kelar ekan, xudo xolasa operatsiya qildirib beramiz debdi. Juda yaxshi bo'ldi. Bepul mana shuni tashkil qilayotganlar uchun rahmat. Uzoqlarga borib yurmaymiz ekan, mana yaxshi sharoitlar qilyapti mana. Farzandimizni olib keldik, yurak porogi bilan tug'ilgandi. Hozir bu turk mutaxassislar ko'rdidan biza juda yaxshi deb nima qildi? Hozirgi vaqtda mana shunaqangi nimalar juda ko'paysa, xalqimiz uchun juda foydali, yaxshi bo'lardi. Mana shuni tashkillashtirgan hurmatli prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunaqangi o'sha tibbiy ko'riklar tumanlariga ham yetib boradigan bo'lsa, mana shu bizning farzandlarimiz sog'lig'i uchun juda kerakli hamda yaxshi g'oya deb o'ylayman. Men o'g'limni davolatish uchun olib ko'riklardan o'tkazdim. Endi plastik operatsiya kerak. Bunga katta mablag' ketganligi uchun budjetimiz yetishmaganligidan mana shu bolalarni qo'llab-quvvatlash fondiga biz murojaat qilganmiz. Bizga yordam berishlarini aytishdi. Turk doktorlari o'g'limni operatsiya qilish uchun Turkiya davlatida o'tkazamiz deyishdi. Bunga yordam mablag'larini bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi tomonidan ajratilgan ekan. Biz bundan xursandmiz. Mana shunday bolalarni qo'llab-quvvatlab, ota-onalarga imkon qadar yaratib beryapti qulayliklar. Biz hammasini xursandmiz. Hastaları da böyle bir ulaşamayan. Bu kasalliklar juda murakkab hisoblanadi va ularni davolashda jamoaviy ko'mak muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa tug'ma yurak nuqsonlari haqida gapiradigan bo'lsak, bunday operatsiyalar faqat ilg'or markazlarda amalga oshirilishi kerak. Ikki davlat o'rtasida aynan shunday qo'llab-quvvatlash tashabbuslarining mavjud bo'lishi bu juda muvaffaqiyatli va tahsinga loyiq holat deb hisoblayman. Samarqandga kelishimizdan asosiy maqsad tug'ma yurak nuqsonlari bor, imkoniyati cheklangan bemorlarga yordam berish. Bugungi kunda ko'plab shifoxonalarda o'zaro hamkorlikda operatsiyalar qilinmoqda. Tez orada Samarqandda ham shunday tashabbuslar amalga oshiriladi. Bizning rejamiz juda og'ir bo'lmagan holatdagi bemorlarni hech bo'lmaganda o'z yurtlarida, ya'ni shu yerda operatsiya yoki angiografiyadan o'tkazish imkonini yaratishdir. Dasturimizni ham aynan shunga moslab tuzmoqdamiz. Juda og'ir va murakkab kasalliklarni esa albatta o'z klinikamizda jamoaviy ish olib borish orqali yanada xavfsiz tarzda amalga oshirishimiz mumkin. Albatta, bunday tajriba yurtimizda tibbiyotga qaratilayotgan e'tibor inson qadri uchun tamoyilining nechog'lik yuksak qadriyat ekanligini ko'rsatib turibdi. Bu bilan bog'liq barcha xarajatlarning bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan qoplab berilishi, og'ir va dardmand oila farzandlariga berilayotgan ijtimoiy yordamning amaliy ifodasidir. Respublika bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi bir necha yillardan buyon respublikamizdan va o'sha chet davlatlardagi nufuzli klinikalardan mutaxassislarni o'sha viloyatlarga, chekka hududlardagi bemorlarni tekshirishga jalb qilib keladi. Bu fondni asosiy maqsadi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklarga yoki bo'lmasa murakkab yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarga muhtoj bo'lgan bemorlarni saralab olish va ularni respublikamizda yoki viloyat markazlarida jarrohlik amaliyotlarini o'tkazib berish. Agar bizda o'tkazish imkoniyatlari bo'lmasa yoki bu yerda
o'tkazishga shart-sharoitlar yaratilmagan bo'lsa, bularni chet davlatlardagi o'sha nufuzli klinikalarga olib borib davolatishni bepul tarzda tashkil qilish bularning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bu fond tomonidan ezgulik sari deb nomlangan xayriya aksiyalari birinchi marta o'tkazilgan emas. Fond o'tgan yil 24-yil davomida ham bizning markazimizda bunaqa tadbirlarni o'tkazishgan va tadbir davomida 500 ga yaqin bemorlar chuqurlashgan tibbiy ko'rikdan o'tkazib, 100 ga yaqin bemorlar jarrohlik amaliyotlari ularda o'tkazilgan. Plastik xirurgiya amaliyotlariga muhtoj bemorlar tashrif buyurishgan. Murakkab turdagi bir nechta etapli operatsiyalar o'tkazilishi kerak bo'lgan bemorlar ham bu yerda bor. Bu bemorlar hozir tibbiy ko'riklardan turkiyalik va bizning mutaxassislar tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti va ularda jarrohlik amaliyotlari o'tkazish joylari tayinlanyapti. Bu jarrohlik amaliyotlari bizning markazimizda yoki Toshkent shahridagi ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlarida yoki bo'lmasa Turkiyadagi o'sha klinikalarda amalga oshiriladi. Xorijlik mutaxassislarni ko'proq O'zbekistonga jalb etish, nafaqat tajriba almashish, balki murakkab amaliyotlarni bamaslahat, mahorat darsi sifatida o'tkazilishi o'zaro fikr almashish maydonini ham yuzaga keltiradi. Tibbiy ko'rik uchun turk shifokorlari huzuriga kelgan bemor bolalar va ularning ota-onalarining quvonchini ko'zlaridan anglash qiyin emas. Ular yurtimizda yosh avlod salomatligi yo'lida olib borilayotgan hayotbaxsh islohotlardan mamnun. Bu kabi tajriba almashuv aloqalari respublikamizning boshqa hududlarida ham davom ettiriladi. Ha, mamlakatimizda inson salomatligiga, ayniqsa bolalarning sog'lom va baxtli bo'lib voyaga yetishiga qaratilayotgan e'tibor bu jamiyatning insoniylik va mehr-shafqat tamoyillariga asoslanganligini ko'rsatadi. Turkiyalik shifokorlar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan bepul tibbiy ko'riklar, murakkab operatsiyalar, mahalliy mutaxassislar uchun mahorat darslari, bularning barchasi yurtimizda tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning amaliy ifodasidir. Bolalar hayotiga umid va shifo ulashish bu faqat tibbiy yordam emas, balki butun bir jamiyatning kelajagiga kiritilayotgan bebaho hissadir.